Yoshingiz nechida? 20 da. Qayerdan keldingiz? Tojikistondan keldingiz, yaxshi. Demak, sizda ham akne bor, ham post akne. Tuklar ham bor yuzingizda. Gormonal fon. Sochingiz yog'lanib turadimi? Ha, juda tez. Demak, hozir eng birinchi qiladigan ishimiz siz bilan yaxshilab tekshiruvlardan o'tkazamiz. Kerakli analizani olamiz, jigar fermentlaringizni ko'ramiz, Helicobacter pylorini ko'ramiz, optional scry ko'ramizda. Holatingizdan kelib chiqib, birinchi akneni to'xtatish davolashini o'tkazamiz. Undan keyin, mana hozir akne bor paytda post akneni davolanadi. Ya'ni qaysi ma'noda? Ya'ni yamочкалari bor, urbetslar bor, post akne chandiqlarni davolab bo'lmaydi. Shifovka ham sizga mumkin emas hozir. Sizga buni hozir aytdingiz, soda va lazer tavsiya qilishgan. Yo'q, hozir qilish mumkin emas. Hozir birinchi to'xtatish kerak protsessni. Prosess to'xtatishdan oldin kerakli analizani qilamiz. Kerakli dorilar berishdan oldin sizni sotsiyalingizni bilishimiz kerak, holatingizni bilamiz. Undan keyingi etapda protseduraga o'tamiz. Hozir sizga men tavsiya beraman, kerakli analizani topshirgandan keyin o'zi fototerapiya bilan, LLT terapiya bilan pulse dye laser BBM lazerini boshlaymiz. Yoki shuni boshlab turamiz.